22 yoshda Avstraliyaga magistratura o'qigani ketdim. O'sha paytlari chet davlatda o'qish go'yoki menga butunlay boshqa olam edi. 2019 dan 2022-yilgacha nafaqat o'qidim, balki u yerda yashadim, ishladim va hayotni umuman boshqa tarzda ko'rishni boshladim. Shu 3 yil davomida bir haqiqatni angladim. Avstraliya bu insonlar manfaati ustiga qurilgan davlat ekan. Bugun esa ushbu imkoniyatlardan foydalanish uchun yana bir baxtli oila Avstraliyaga yo'l olmoqda. Ehtimol keyingi navbat siznikidir. Koreyada uzoq muddat o'qib, ishlab yurganimdan buyon Avstraliyadagi hayot menga juda ham qiziq tuyulgan. Avstraliyaga oilaviy ketish uchun bir kishi talaba bo'lib, qolganlar dependent holatda ketishni bilganimizdan keyin ayolimning magistraturasini Avstraliyada qilishga qaror qabul qildik. Ismim Feruzaxon, hozirda dunyo reytingida 138-o'rinda turuvchi Macquarie universiteti talabasi bo'ldim. Qiziqqan soham ta'lim bo'lgani uchun Master of Applied Linguistics and TESOL yo'nalishini tanladim. O'qish va yashash, ayniqsa xalqaro oilaviy talabalar uchun eng qulay shahar deb biz Sidneyni tanladik va kelasi 4 yilda biz o'sha yerda bo'lmoqchimiz. O'qishga hujjat topshirish va immigratsiya jarayonida Everstudy bizga professional yordam berdi. Har bir jarayonda xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun barcha hujjatlarni sinchkovlik bilan tayyorlab, vizaga topshirdik. Va hozirda ikkalamiz ham Avstraliya oilaviy talabalik vizasini qo'lga kiritdik. Agar siz ham Avstraliyada o'qib yashamoqchi bo'lsangiz, Everstudy siz uchun eng zo'r tanlov.